Mana qarang. Uyimga tashab qo'yasizmi, yo'qmi? Kech bo'lib ketdi. Kamiga o'zingiz uchrashuvga chaqirib, mana bunaqa siqilib o'tirishingizni qarang. Yo, agar mendan nimadir minus o'tgan bo'lsa, ayting, men uzr so'rayman. Agar sizdan o'tgan bo'lsa, siz uzr so'raysiz. Lekin bunaqa muammo bilan jim o'tirishingiz to'g'risi menga yoqmayapti. Senga bir gap aytaymi? Xo'p, ayting. Baqirma. Va. Ayting. Bilasanmi? Yigitlar sevgan insonini begona yigitga kulganini ko'rganidagi his qilgan og'rig'ida hech qaysi qiz his qila olmasa kerak menimcha. Bitta arzimagan kimgadir kulib qo'yganim uchun shuncha muammomi? Yo, siz o'ylamadingizmi? Balkim yaqin tanishidir, o'rtog'idir, sinfdoshi, kursdoshi bo'lishi mumkin axir. Balkim sizdan ham oldin tanishgan yaqin do'stimdir. Voy, tavba. Sevgini qara. Tushunmas ekansiz sevgini. Aslida sen tushunmaysan sevgi nimaligini. Nima? Aslida siz tushunmaysiz sevgini. Ha? Siz tushunmaysiz sevgini. Hop. Sensiz ben nefes alamam buralarda. Yashab qo'yasizmi? Tek başına O'tir. Kofe olib berasiz. Hech qayerga ketmayman. Senin kokun özlerim hep yolları